Bu ko'rib turgan videolar YouTube'da yoki Chrome'da emas, kompyuter va fon qismiga qo'yilgan video. Ya'ni mana. Misol uchun faylga kiradigan bo'lsak ham kiradi. Xuddi shuni bitta ukamiz so'ragan ekanlar, qanaqa qilib videolarni kompyuter fon qismiga qo'ysak bo'ladi deb. Sizlarga shu videoda to'liq o'rgatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xo'p, birinchi navbatda Microsoft Store ga kirasizlar. Kirganingizda tepa qismida qidirish bo'limi bor. Bu yerga Engine Wallpaper deb yozasizlar. Yozganingizda xuddi shunaqa programmalar ochiladi. Va Live Wallpaper 3 degani bor. Shunga kirasizlar. Mana yuklab olib bo'lgan sizlarda yuklash turadi. Yuklab olganingizdan keyin programmaga kirasizlar. Xo'p, kirganingizda xuddi shunaqa bo'lim ochiladi. Hozir men video tayyorlab qo'ydim. O'chirib tashlaymiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda ochiladi sizlarda ham. Sazza taboyga bosasizlar va nom berasizlar, misol uchun nimadir. Nomer qo'yib ketamiz. Va mana bu joydan videoni tanlaysizlar. Va bu yerda videoni xuddi shu joyga yuklashimiz kerak. Ustiga bosamiz va o'zimizda bor videoni yuklaymiz. Kompyuterdan tanlab, открыть qilamiz. Mana hozir videoni ko'chiryapti, kutib turamiz. Video tushdi mana, xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi tushgandan keyin saqlanishni bosamiz. Xo'p, mana video tayyor. Ustiga bir marta bosamiz. Pastda ko'rinadi, mana ko'rib turganingizdek. Yana ustiga olib kelamiz va настройкаga o'xshagan belgisi bor. Ustiga bir marta bosamiz. Xuddi shunaqa bo'lim ochiladi. Oxiridan saqlanishni bosamiz. Bo'ldi, video kompyuterimiz fon qismiga qo'yildi. Mana ko'rsanglar bo'ladi, video tayyor. Agar sizlarda bunaqa videolar bo'lmaydigan bo'lsa, Instagram kanaliga kirsanglar, Telegram link bor. Xuddi shunday Telegramga kirasizlar. Sizlar uchun ikkita video tashlab qo'ydim, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Sinab ko'rish esdan chiqmasin, videoni notebook shetining tanishiga borib qo'yinglar.